Bu dunyodagi eng ajoyib texnologiya kompaniyasi. ASML o'z uskunalari yordamida dunyodagi deyarli barcha kompyuter chiplarini ishlab chiqaradi. Nvidia, Apple, Intel, Samsung hech biri ASMLsiz chip ishlab chiqara olmaydi. Ammo eng hayratlanarli narsa bu uskunaning qanday ishlashida. Jarayon ASML mashinasi har biri inson sochidan ham ingichka bo'lgan mikroskopik eritilgan qo'rg'oshin tomchilarini chiqarish bilan boshlanadi. Eng kuchli lazer har bir tomchiga yo'naltirilib, qo'rg'oshinni plazmaga aylantiradi. Bu plazmani harorati quyosh yuzasining haroratidan ham yuqori. U shunchalik issiqlik hosil bo'lishi bilan ekstremal ultrabinafsha nurlarini hosil qila boshlaydi va aynan shu yerdan eng qiziq jarayon boshlanadi. ASML bu ultrabinafsha nurlarini ultra aniq oynalar tizimi orqali mikroskopik chip naqshiga ega bo'lgan trafaretga yo'naltiradi. Keyin bu naqsh yorug'likka sezgir bo'lgan modda bilan qoplangan kremniy plastinkaga proyeksiya qilinadi. Aslida bu nanolitografiya. Yorug'lik kremniyga singib, kelajakdagi chipning shablonini hosil qiladi. Mashina bu jarayonni 1000 marta qatlam takrorlab boradi. Natijada milliard tranzistordan iborat to'liq protsessor hosil bo'ladi. Hayratlanarlisi ularning orasidagi masofa atiga bir necha atomdan iborat xolos. Va bularning barchasi ishlashi uchun tizimning aniqligi shunchalik aql bovar qilmas darajada bo'lishi kerak. Bu oy yuzasidan yer yuzasidagi tangaga lazer nurini yo'naltirish bilan teng. Bu albatta g'alati tuyulishi mumkin, lekin bu zamonaviy yarim o'tkazgich sanoatining haqiqatidir. Oddiy qilib aytganda, zamonaviy chip yaratish uchun ASML mashinalari eritilgan qo'rg'oshinni plazmaga aylantiradi, undan ko'rinmas nur hosil qiladi va bu rangdan foydalanib, kremniy plastinkalarga qatlam atom naqshlari chiziladi. Yanada qiziqarli va hayratlanarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lishni unutmang.